Samandar Hamroqulovni ijtimoiy tarmoqda urchayotgan videosi haqida fikrimni bildirmoqchiman. Indamay tura olmadim. 100% xato, noto'g'ri fikr bildirdi deya olmayman, chunki 1000% haq edi. Bugun solinayotgan soliqlar munosibmi xonandalarga yo'qmi degan savolga agar sizlar ishonmasanglar, agar sizlar ko'rmagan bo'lsanglar, kelinglar, men sizlarga bir necha manzilli, bir necha familiyalarni beraman. Qishda shapka, yozda kepka kiyib, mototsiklchilarni ochkasini taqib olib, Yandexga chiqib, shtrafga tushib, shtrafini to'lamayotgan, gaziga, svetiga, suviga pul to'lamayotgan xonandalar qancha nomi chiqib qolgan, u yerda majbur Yandexga qo'yib berganlari bor. Qolaversa, sentyabrdan kuchga kiradi debsalar, ular sentyabr kutib birovlardan qarzlab qo'yishgan, kreditlab qo'yishgan. Azgina bo'lsa ham shuni o'ylash kerak menimcha degan fikrdaman. Ha, to'g'ri, ular kasashim galsturida katta davrlarga nomdor to'yxonalarga borib qolishi mumkin, qaysidir tanishini taklifiga muvofiq, qaysidir qarindoshini iltimosiga muvofiq borib qolishi mumkin. U kasashim eramizdan avval olgan ko'ynak galsturda borgan degani puli ko'p degani emas. Yoki bo'lmasam u o'sha kasbi nuqtai nazardan shunaqa chiroyli kiyib yurib boradi o'sha xizmatlarga. Biron bir operatsiya qilayotgan doktor ko'rdinglarmi, Olimpiyada operatsiya qilayotganini? Yoki shalvarda yurgan boshqa soha vakilini ko'rdi, har bitta odam o'zining sohasidan keltirib kiyinadi. 4 ta 5 ta sanoqli $1000 dan $5000 gacha yuradigan san'atkorlardan andaza olib, hamma shunaqa degan fikri kelmaylar. Qanchalik qiynalayotganlar borligini va sizlarning nazaringlardagi qaysidir qimmat san'atkorlar 3-4 organizator o'rtaga tushib olib, ularning narxini oshirib qo'yib, qaysidir qarindoshlarga yoki qaysidir tadbirlarga taklif qilganlar deb falon pul deganini eshitib, san'atkor quturib ketdi deb o'ylamaylar. Ancha qiyin, ancha sizlar o'ylaganlardan ko'ra pastroqdagi darajada yurgan nomdor san'atkorlar bor. Buni isboti mana bugun biz hozir mana shu yozayotgan videoyimni mart oyining yakunida yozganmiz. 3 oy to'la o'tgan bo'lsa, yangi yildan hali yangi yildan keyin bir dona xizmatga chiqmagan san'atkorlar ham bor. Men iltimos qilgan bo'lardim, bir qonun chiqarmoqchi bo'lganlarni yoki soliq solmoqchi bo'lganlarni ozgina boshqatdan ko'rib chiqsanglar shu masalani, chunki men bilaman, shunaqa mahalliy xonandalar bor, hofizlar bor. O'sha oyda yillik 2 marta to'yga chiqadimi yo'qmi, lekin moliyaviy imkoniyati sizlar qo'ymoqchi bo'lgan soliqqa to'la olmaydigan san'atkorlar bor. Yarimma aytaman, shunaqa san'atkorlar yo'q desanglar, ishonmasanglar, kelinglar, men sizlarga familiyalar ro'yxatini, manzillar ro'yxatini beraman. Shunaqa hammamiz sevib qo'shiqlarini eshitgan san'atkorlarimiz bugun ancha og'ir ahvolda. To'g'ri, ular sahnada turganda chiroyli turishi mumkin, ular sahnada turganda chiroyli qo'shiq aytishi mumkin, lekin ming afsus, hali u darajada emas. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar. Men hech narsaga qarshi emasman, hech narsani qoralamoqchi emasman, lekin achchiq haqiqat